o'sha oyda hayzi kelmaydi, tez qissa chiqadi-da. Bemorim, xo'p, operatsiyaga olganmiz. Bachadon naylarni ochish maqsadida. Bitta bachadon nayni ochishni iloji bo'lmagan. Ikkinchi bachadon nayni zo'rg'a ochganmiz. Endi ochgan tarafimizda tuxumdon ishlamaydi, yopiq tarafda tuxumdon ishlaydi. Endi operatsiyadan keyin endi bemorni uyiga, erlariga tushuntirishimiz kerak. Erlar juda ham xafa bo'lgan, chunki Rossiyada ishlab, mehnat qilib kelganda, keyin ularni peripaterapiya boshqa qilib jo'natib yubordim. Aytdim 50 dedim, juda ham xafa bo'ldilar. Keyin undan keyin aprelda xo'jayinlari ketish kerak. Fevral oyida birinchi stimulyatsiyani qildik. Stimulyatsiya qilganimizda follikul o'sdi, lekin homiladorlik bo'lmadi. Bachadon yopiq tarafda. Ikkinchi tarafda, ikkinchi oyga, demak, mart oyida yana stimulyatsiya qildikda, keyin uziga tushganlarida aytgan, o'zingiz yo'q, ishlamayapti tuxumdoningiz. Umuman follikul yorilmagan ham, o'smagan ham, umuman homiladorlik bo'la olmaysiz degan. Keyin xafa bo'lib telefon qilgan, bemor erim aprelda ketish kerak, yana 1 yilga so'raladi dedi. Keyin ras bunaqa bo'lib homiladorlik bo'lmaydigan bo'lsa, endi ekoga harakat qila qoling deb maslahat berganman. Endi o'sha oyda hayzi kelmaydi, tez qissa chiqadi-da. Keyin o'shanda xo'jayinlar aytgan ekan, bu doktorni qayerdan topgansan, nega bizga natija qilib bera olmadi degan ekan, homilador bo'lishdan oldin. Endi undan keyin homiladorlik bo'ldimi, testda chiqdimi, endi odam xursand. Nima bo'lsa, doktoringdan so'ra, derkanlar. Keyin xotinlar aytarkan, doktorim yaxshi emasdi-ku, natija qilib bera olmadi-ku derkanlarda. Shunaqa bo'lib, xudo xolisa, birinchisini tug'dilar, hozir ikkinchisini ham tuqqanlar, 2 o'g'illiklar. Undan keyin o'zidan keyin o'g'illarni jo'natdi. O'g'illari ham 5 yillik homilador bo'la olmaganlar. Ularda ham 5 yillik edi. Bu o'g'illarda ham 5 yil ichida yana homilador bo'ldilar. Undan keyin dvoyorni o'g'illarni jo'natdilar. Ular ham homilador bo'lib tug'dilar. Shunaqa qilib, menga juda ham ko'p motivatsiya bergan hodisa bu. Ya'ni bu nima degani? Bo'lmaydi deb o'ylaganimizni Allohim bir tomondan juda ham katta natija bilan ko'rsatib berar ekanda. Shunda Alloh ishlariga qoyil qolganman.